Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Do'stlar, biz endi Andijon viloyati Chinobod tumaniga keldik do'stlar. Ushbu fayzli xonadonimizda asosiy devorlariga gipki kamerlarimizni yopishtiramiz do'stlar. Andijon viloyati Chinobod tumanida bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelib turgan yurtdoshlarimiz, ushbu xonadonimizda manzillari bor. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilsalar, manzillarni tushuntirib beramiz do'stlar. Kelib o'zlaring gipki kaminlarimizda yopishtirish ish jarayonlarini ko'rishlari mumkin ko'zlaring bilan do'stlar. Gipki kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz do'stlar. Eslatib o'tamiz, bizning gipki kamin ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab 1 kvadrat gipki kaminni asosiy devor, sokol qismlariga devor holatiga qarab 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha usta haqqi ichida gipki kaminlarimizni yopishtirib kelyapti. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga eslatib o'tamiz, murojaat qilishlari mumkin. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli obyektlarni ketma-ketlik bilan qo'ldan kelgancha video syomka qilib yoritib ma'lumotni berishga harakat qilamiz do'stlar. To'liq ma'lumot olish uchun do'stlar, bizda Telegram, Instagram guruhlarimiz bor. Opisaniyada yozib qoldiramiz do'stlar. Ushbu ko'rib turgan xonadonimizga gipki kamin yopishtirishdan oldin asosiy devorlarga kafenikli tortib olamiz, bir slok. Keyin gruntovka berib gipki kaminlarimizda chiroyli qilib yopishtirishni boshlaymiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu fayzli xonadonimizda xudo xolasa gipki kaminlarimiz to'liq yopishtirib bo'lganimizdan keyin alohida bir video syomka qilib do'stlar sizlar bilan bo'lishaman. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar.